日夜の縮まを切り去り追いかければ追いかかるほど感じた確信まさかのバムファタル惑わされた罠にはく立てば組み伏せた手のひらにきらめいた銀のクロスは主役の極みさもっと欲しいんだろさあ泣け叫べ激しく溢れ出る真空の衝動今宵焦がく突き刺し王から目覚める決死のリビドーと激しくして耐えきれぬ痛みと喜びは追加はまな板朝焼けに誓う吸血するフェイそうさ俺たちミスターサディスティックメイ Hatto orzuyam qilma. Menga yaqinlashishni. Ushbu anime Telegramdagi Anigos kanali uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berishda ishtirok etdi Sadin Bro hamda Akame. Tarjimon Satperson, Timing da Akame. Anigos kanaliga qo'shilib qo'yishni unutmanglar. Keyingi qismlarda ko'rishguncha. Menda hech qanday qo'shimchalar, majburiyatlar va manfaatlar yo'q. Ammo menga yaqinlashishni xohlagan inson o'limga tayyor tura olishi kerak. Xuddi shirin qonni ichganimdek, men sizning barcha orzularingizni yo'q qilaman. 責任取れよ。俺を起こしたのはあんただ。Bu meni tabiatim. Buni qancha vaqt sarflasangiz ham o'zgartira olmaysiz.